Assalomu alaykum qadrdonlar. 8 ta 150 lik uniga 8 ta 200 talik qo'yib, ochiq ixcham chiroyli qo'yib, hamma narsasini zavodskiy qilib qo'yib bitdi. Yo'llar vintlarni zavodskiy qilib, o'zida bo'lmagan 8 ta 150 talik bo'lgan xolos, bu yerda akkumulyator bo'lgan. Reservoir bacho. Mana havoni bo'lgan, ponna soldatchilar bo'lgan. Buni oraga joyladi. Bag'dagi akkumulyator bilan reservoir aqqa joyladi zavodskiy qilib. Uzdachishga 154 tasini bega qo'ydi, 4 tasini chaqib oldi. Ixcham qilib qo'yib berganmiz. Bunda o'qisa vashim zo'r. Bunda o'qisaga o'zi ko'rinib turadi, kirlar chiqmagan. Mana bu tomonlari ham. Mana ularni boqib olganmiz, bunda zavodskiy qilib, chiroyli qilib. Mana sputenkalar qo'yib, eski ipsga, yangi ipsga qildi-da xullasi. Bitta fitins qilib, fonni montaj qilib, miyani oraga joylab, chotki qilib chiqazib yangi shlankalarda. Hammasini chiroyli qilib qilibdi. Shap. Ko'ningiz chiqdimi? Chiqdi aka, rahmat. Katta aka. Hurmatingizga rozi bo'ling. Mingdan rozi bo'ling. Siz bergan pulingizni rozi bo'ling. Bo'ldi. Chotki qilib, chiroyli qilib qilibdi. Libo xizmat bo'lsa, foyda berasiz. Aloqada bo'lamiz, shap. Xo'p, rahmat.